Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Sizlarga Xudo xolasa kabinali murabbiyimizni yangi 2026-yilgi partiyasidan video obzorimizni boshlaymiz. Bundan oldin ham kanalimizga buni video obzorini qilganmiz. Faqat u 2025 edi. Akkumulyatorlari ham 2025 edi. Bu esa 2026 yangi partiyadan ko'rishlar mumkin. Ranglari ham juda chiroyli, mokriy ranglarda, qorasali, mana bunday seri ranglari bor, qora ranglari bor. Qaysi ranglardan desalang chiqartirib beraveramiz. Zavodda o'zidan video obzor qilyapmiz. Zavoddan yangi chiqdi. Chiqishi bilan sizlarga video obzor qilishni boshladik, ko'rishlar mumkin. Hop, salon qismida deyarli o'zgarish yo'q. Bir xil ko'rishlar mumkin. Avtomobil, rul, katta monitor, audio sistema, zatni kameralari bor, ko'rishlar mumkin. Audio sistemalar ishlaydi, pechkalari bor. Pechkalar ishlashini ko'rishlar mumkin. Orqani ko'rsatuvchi oynalari, teppa luklari. Hop, qo'shimcha bonuslarda balon ключ, zaryadni, dvornik hamda ikkitadan tiyaga hamda ikkitadan silindrlari bor. Juda chiroyli ishlangan. Salonlari ham juda toza, ko'rishlar mumkin. Obshipkalari ham olov bo'lib turibdi. Juda chiroyli. Nozik, bironta qirilgan yoki kamchiliklari yo'q. Juda chiroyli holatda, ko'rishlar mumkin. Orqa tarafida ham tiyagasi bor. Tiyagasini salonda ko'rdilar. Juda chiroyli holatda ishlangan. Balonlari 5-12, akkumulyatorlari 68 amperli akkumulyatordan naqd 6 da, miga motori 2000 vatli. O'rtacha bitta zaryad bilan eng minimali 50 km masofani bemalol bosib o'tishlari mumkin. Maksimali 70 km gacha yurib beryapti. Bakkovoy oynalari ham juda katta ishlangan. Tepada maxsus yorituvchi chiroqlar 4 ta hamda tom qismida bagajlar bilan jihozlangan. Oldida 4 ta yorituvchi chiroq hamda asosiy faralar bilan jihozlangan. Mustahkamlik uchun duvga qo'yilgan, albatta xavfsizlik birinchi o'rinda. Xo'p, murabbiyimizni bortini ko'tarib ko'rsatamiz sizlar uchun. Ko'rishlar mumkin, bort ko'tarilgan holatda. Aytganimizdek, silindrlari 4 tali bo'ladi. Zavod tomonidan ikkitasi qo'yilgan, ikkitasi murabbiyning o'ziga qo'shib beriladi. Zapaska balonlari mavjud. Zapaska baloni 4,5 miga motorlari 2000 tali. Razmerlardan o'zi ko'rishlar mumkin. Yana ma'noroq, mana ko'rsatib o'tay. 2000 watt. Bu degani har qancha yukni bemalol ikkilanmasdan tortib ketaveradi degani. Akkumulyatorlari, mana akkumulyatorlari ham 2026 dedim, 2026-yil 24-fevralda Xitoy tomonidan ishlab chiqarilgan 68 amperli har bir akkumulyatorning kilosi 16 kiloyi 800 gram, haqiqiy 68 li. Hop. Qo'sh resor, ikkitadan prujuna, 4 ta amortizator ko'rishlar mumkin. Ramalari ham ancha baquvvat ishlangan. Ancha mustahkam, 1 tonna yuk ko'tarish quvvatiga ega, hech ikkilanmasdan 1 tonnani yuklab ishlataverasizlar. Juda chiroyli, ayniqsa rangi eng hadavoy rang shu bo'lib turibdi. Hozir mana bunday mana ko'rishlar mumkin. Seri rangi ham bor, qora rangi ham sotuvda mavjud, lekin talab shu modelga ko'proq bo'lyapti. Mana shu rangga ko'proq bo'lyapti. Xo'p. Bu modelimizning narxi o'zgarishi deyarli bo'lmadi. 1350 edi bundan oldingi video obzorimizda. Sizlar uchun buni 1340 qilib qo'ydik. Ozroq skidka qilib beryapmiz. Albatta, bayramga tuhfa, hurmatli mijozlar. Video davomida bu murabbiyimizni yurishini ham xudo xolasa sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Shu murabbiyimiz haqida barcha ma'lumotni pastda yozilgan nomerlar orqali bemalol telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Aytib o'tganimizdek, hurmatli mijozlar, murabbiyimiz yurishini ham sizlarga test qilib ko'rsatamiz deganim. Mana hop, uzatmalar qutisi daga uramiz hamda yurishni boshlaymiz. Ko'rishlar mumkin, yurishlari juda yaxshi. Ana oldinda podiumni o'zlaring ham ko'rib turibsizlar. Hech ikkilanmasdan mana shu podiumga tushib ketadi. Ozmoz ovozlari bor. Zavoddan yangi chiqdi, xudo xolasa bu kamchiliklarni ham bartaraf qilamiz. Yurishlarini ko'rishlar mumkin. Juda mustahkam yuryapti. Xudo xolasa bu ovozlarni ham bartaraf qilib, hamma joylarni chiroyli qilib ishlab chiqaramiz. Zatni kamerasini ham ko'rsatib o'tdi. Hurmatli mijozlar, kamera ko'rsatib bera olyaptimi yo'qmi?
aniq ko'rinmayapti, lekin satniy kameralardan bemalol hamma ma'lumotni olib yurishlari mumkin. Bir so'z bilan aytganda, yurishlari, hamma joylari zo'r. Bemalol olgan odamni yaxshi kuniga xizmat qiladi inshaalloh.